Assalomu alaykum aziz do'stlar, bu Sharozbek Play kanali va sizlar bilan bugun biz FC Mobile o'yinini o'ynaymiz va men bugun do'stimga qarshi birga bir FC Mobile'da o'ynayman. FC Mobile Club is your anywhere. Hop. Do'stim Said Azizga qarshi video bo'ladi deganmidim? Bo'ladi degandim. Va bugun mana o'sha video ham chiqyapti do'stlar. E'tibor bermaysiz o'zim. Menda profi 3, unda esa Champion FC. To'g'ri, men ko'p FC Mobile o'ynamaganim uchundir bular. Men shunday deb o'ylayman. Va do'stlar, yil jangi boshlanyapti. Bizning futbolkamiz No Room for Racism. To'g'risini aytganda rasizmga yo'l yo'q degandek. Uniki esa shunchaki Real Madridning klassik libosi. Xo'p, biz boshladik do'stlar. Kuyt orqaga. Otamendi, Husanov bor menda do'stlar. Aytgancha uning jamoasining kuchi 118 bo'lsa, meniki 114. Hozir adashmasam eng kuchli jamoalar 125 bo'lishi kerak. Va to'g'risi internet qotdi-ku do'stlar. O'zingiz ham ko'ryapsiz. Bilmayman. Yo'q do'stlar, bu internetga hayronman o'zim ham hayronman. Ishonavering, agarda internet bo'lmaganida hozirgi gol umuman bo'lmasdi. Nima ham derdik? Endi ishlash kerak. Otamendi qoyil. Otangizga rahmat. Park Ji-sung. Lekin bunisi hech qanday shanssiz. Sharmandali tarzda mag'lub bo'lyapman hozircha. Lekin bundan oldin o'ynalgan o'yinda do'stimga imkoniyat qoldirmagan edim. Xo'p, Calafiori to'pni olib qo'ydi. Va ular 3-0 bo'lmasin. 3-0 bo'lmasin, bo'lmaydi ham. Yo'q. Do'stlar, ko'rdingizmi do'stlar? Ana voy, Zidane nimalar qilding? Mbappega pas, Mbappe qaytarmoqchi edi, o'xshamadi. Lekin davom etamiz. Dumfries to'pni olib qo'ydi. Dumfries Calafioridan o'tdi. Bemoga pas beryapti. Bemo. Hop. Biz uzatma beramiz. Va! Kuyt! 1-2. Do'stlar, agarda comeback qilish imkoni bo'lsa, albatta qilaman. Lekin va'da bera olmayman, chunki do'stim ajoyib o'ynaydi FC Mobile'da. Bartaraf etdik, nima bo'lganda ham Otamendi yaxshi uzoqlashtiryapti. Ko'p to'pni chiqib ketayotgandik-ku biz. Bilmasam do'stlar. Xo'p, ikkinchi taym boshlanyapti. Demak, ikkinchi taymni albatta do'stim boshlayapti. Pulisic, Iniesta, Dumfries, Park Ji-sung to'p bilan edi. Rush, Pulisic o'yin qanotda kirib borayotgan edi. Zarba! Bu fonishi deyolmayman. Nima bo'ldi hozir? Do'stlar, ko'rdingizmi? Zidane maqtab bo'lmas edi. Va berib yubordi Stoichkov.
Stoichkov nimalar qilib qo'yding? Endi esa qarshi hujum ketyapti do'stlar. Otamendi Rafinyaga qarshi. Otamendi super. 67-daqiqa do'stlar. 67. Pulisic. Otamendi qo'yil. Otanga rahmat Otamendi. Va Bemo qochib ketyapti. Bemo o'girdi. Zarba yo'lladi. Men zarba yo'llamoqchi emasdim-ku. Nega zarba yo'llaysan? Otamendi, otangga rahmat deya olamanmi? Voy! Qanday zarba! Do'stlar, umuman imkon qoldirmayapti do'stim. Va Rash! Yo xudo! Nuno Mendes qutqardi. 1-3 dan qutqardi. Pulisic, Rash, Husanov. So'nggi hujum bo'lishi mumkin. Voy. Do'stlar, o'zi to'g'risini tan olinglar. Internetim umuman qotyapti. Yo'q, bo'lmaydi-da bu. Yo'q. Do'stlar, men rozi emasman bugungi o'yindan, to'g'risini aytaman. Chunki kuchliroq edim, yaxshiroq edim. Statistikada ko'rsangiz bo'ladi. Statistika haqida umuman gapirmayman. 3-11. Shunchaki bu nimadir? To'g'risi. 3-11. Do'stim albatta kuchli edi. Tan olaman. Lekin shunday bo'lsa-da harakat qildim. Muxlislarim oldida taslim bo'lmaslikka. Va bizda ham vaziyatlar bo'ldi. Do'stim baribir kuchli ekan. Keyingi o'yinlarda albatta ko'rishamiz. Va umumiy jamoamni ko'rsatib qo'ying hozir sizlarga. Mana shu mening umumiy jamoam bo'ladi. Balkim do'stimga qarshi yana bir o'yin o'tkazamiz. Kelinglar. Xo'p. Ozgina kutamiz do'stlar. Va do'stim olyapti. Men ham qabul qildim. Do'stim lekin hali qabul qilmadi. Endi qabul qildi. Va so'nggi uchrashuv bo'ladi bu. To'g'ri, do'stim albatta g'olib bo'ladi. Qandaydir yirik hisobda deb o'ylayman. Chunki himoyamni ko'rdingiz, bitta Otashbek bor edi, Otamendi bor, Nikolas Otamendi. Va hattoki mening shanslarim вообще ko'rdingiz. Umuman 0 ga teng. Albatta ular g'olib bo'lishadi, nima bo'ladi. Va boshladik do'stlar. Shunday bo'lsa-da Bemo hisobni ochibdi. Bappe to'p bilan edi. Stoichkov. Voy. Va Bappe Stoichkov gol uryapti. Ha do'stlar. Va Stoichkov. Bo'lmadi. Va yo'q, yo'q. Men aniq yutqazishim. Penalti. Gol. Hop. Yo'q do'stlar, bundan o'tib bo'lmaydi. Stoichkov harakat qilyapti. Stoichkov. Yo'q do'stlar. Va Stoichkov Bemo gol uryapti. 4 ga 10.
Ha. Nimani ham kutgandinglar? Gol, Rafinha uryapti yo'qda. Yo'q, men bunga ham rozi emasman. Последняя bitva emas bu. Yo'q, men umuman rozi emasman. Bunday nohaqlik-ku. Mening shanslarim вообще kam edi. Umuman kam edi. Yo'q, yana o'ynayman. Men g'olib bo'lmagunimgacha qo'ymayman. To'g'risi, xafa bo'lyapman, do'stlar. To'g'risi. To'g'ri, u hozir yana ko'proq shanslarga ega bo'ladi. Va bu nohaqlikning eng yuqori cho'qqisi. Aytdimmi? Mana, мои шансы. Отличные моменты kam, хорошие моменты undan ham kam, a основные umuman ko'p. Yo'q. Aniq yutqizaman. Unda hattoki основные моменты ham yo'q. Bu revansh bo'ladi, do'stlar, kutinglar. Pas Stoichkov gol uradi hozir. Stoichkov gol uradi yana. Boymo to'p bilan, boymo. Ko'rdinglarmi? Meniki sentr polyadan boshlanyapti. Qo'pol qilib aytganda aytolmayman-da, qo'pol qilib. Va gol do'stlar, chiroyli gol chiqdi. Nima bo'lganda ham. Va Stoichkov, faqat Stoichkov, boshqasiga bir teng o'zi. Stoichkov, gol Stoichkovdan. Ulardan Lewandowski gol uryapti. Bappe yana Stoichkovga Stoichkov. O'xshata olmadi. Kuyt uryapti endi gol. Kuyt to'p bilan edi. Boymo assist bera oladimi? Yo'q, bera olmaydi. Do'stlar, bugun do'stim umuman menga shans qoldirmayapti. Shunday ekan, revansh kutinglar albatta. Menimcha eng sharmandali rolikim bo'ldi bu. Doimo sog' salomat bo'ling do'stlar. 3-0 umumiy hisob, lekin men albatta comeback qilaman. Do'stlar, doimo sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.